Savol: quyidagi obyektlar joylashgan pozitsiyasi, ya'ni joyini aniqlang debdi. Demak, 4 ta spraytimiz bor ekan: olma, kapalak, shirinlik va banan. X, Y nuqtalarimizni shundaygina markazga nisbatan mana bu X nuqtamiz, mana bu yerda esa Y nuqtamiz. Bu Y dan musbat, bu X dan musbat. Bu Y dan manfiy, bu yog'i X dan manfiy. Olma qaysi tomonda turibdi? X da ham musbat, Y da ham musbat. Demak, X ham katta 0 dan, Y ham katta 0 dan. Javob variantlariga qaraymiz. Olma ham olma X da ham Y da, ikkalasi ham to'g'ri. Mana bunda noto'g'ri turibdi X'imiz, demak B javob chiqib ketadi. Bunda ikkalasi ham to'g'ri, bunda Y noto'g'ri turibdi. Ikkita javobdan qutuldik. Kapalagimiz X da musbat, Y da manfiy tomonda turibdi. Demak, X'imiz katta 0 dan, Y'imiz kichik 0 dan. X katta, Y kichik. To'g'ri. X katta, Y ham katta. B javobni ko'rib o'tirmaymiz. B chiqib ketgan edi. X kichik deyapti, lekin bizda katta X. Y katta deyapti. Ikkalasi ham xato bo'ldi. C javob chiqib ketdi. Demak, A javob ekan. Bu tez ishlamoqchi bo'lganlar uchun to'g'ri kelganini belgilab olib, qolganini tekshirib chiqishimiz. Kim bunday holatni xohlamasa agar 4 talasini ham tekshirib olib, bir martada bajarib olib, keyin tekshirishi mumkin. Mana bu yerda X da ham, Y da ham manfiy ekan. Demak, X ham kichik 0 dan, Y ham kichik 0 dan bizda. Haqiqatda mana shunday ekan. Va banan X birinchi yoziladi. Har doim X o'qi oldin yoziladi. X'imiz kichik 0 dan va Y'imiz katta 0 dan ekan. Kichik, katta. Demak, A javob haqiqatda to'g'ri ekan.